Siz uylanmoqchisiz, 4 tasini qizi turibdi. To'ralasi ham beraman deyapti qizini. Ya 4 ta mashina olmoqchisiz, to'ralasining narxi bir xil. Hammasi zo'r. Tanlay olmayapsiz, a? Bilasizmi, qiyin bu bashisham. Nima qilsamikin? Qaysini olsamikin? Unga maslahat so'rasiz, "Mono" deydi, bunisiga sen "Mono". Shunda qaysinisini sizga oqibati yaxshi bo'ladi, bilasizmi? O'sha paytda bekor qilgan ekanman, o'shini olib ekan. Yo, yaxshi ham bo'lgan ekan, o'shini olmaganim. Qarang, mashaqqata ayniqsa ko'p bo'lganda. Mana shu qaysini qiziga uylanishlik yoki qaysi narsani olishlikni bilmay turgan paytingizda istixora qilasiz. 2 rakat namoz o'qiysiz, duosini o'qiysiz, Parvardigor, mana shu so'rayotgan narsam yoki ro'paramda turgan narsa, mana men tanlagan narsa, bittasini tanladingiz. Tirikchiligimga, hayotimga, maishatimga, dunyo va oxiratimga foydasi bor ekanligini bilsang, bu ishni menga ber. Agar men tanlagan narsa hayotimga, tirikchiligimga, maishatimga, dunyo va oxiratimga zarari bo'lsa, mendan nima qil? Qarang, berdimi demak yaxshi, bermadimi yana yaxshi.